Maslan. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana biz bugun Andijon viloyati ma'muriy sudidamiz. Bizga mana fuqaro tomonidan ariza tushgan. Bu yerda muammo ikkita fuqaroga kadastr shakllangan. Kadastr shakllantirib berilgan. Shu bo'yicha hozir sudda biz mana ma'muriy sudda jamoa qarolovchi sifatida yer auksionda yer berish tartibi xato bo'lganligi, auksionsiz yer berilganligi bo'yicha sudda mana hozir sudda qatnashib chiqdik. Mana endi bu yerda qanchalik kim to'g'ri, kim bu yerda haqligini mana advokatimiz ismingiz Aslonbekovich. O'zi nima bo'lgan ekan? Bu yerda holat qanday bo'lgan bu? Marhamat tuman hokimini 20-oktyabr 2009-yildagi 420-sonli qaroriga asosan savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurilishi uchun Marhamat tumani Ko'tarma qishlog'i Uvaysi MFY o'ramida 600 kvadrat metr yer maydoni Bahodilova Zaynabxon ismli fuqaroga ajratib berilgan. Lekin 2018-yilda 420 sonli qaror bekor qilinmasidan to'g'ridan-to'g'ri yer taqdimnoma kiritilmasidan fuqaroga yer to'g'risidagi qonunchilik normalari buzilgan holda tuman zaxirasiga olib qo'yilgan ushbu yer. Qaror kuchda hozir. Qaror kuchida. Chunki ma'muriy tartib taomillari to'g'risidagi prinsiplari to'g'risida qonun bor O'zbekiston Respublikasining. Shu qonunni 53-moddasida aniq va ravshan yozib qo'yilgan. Ma'muriy hujjatlarni shakli, mazmuni qanday bo'lishligi kerakligi haqida. Ya'ni bu yerda aytib ketilganki, aniq, tushunarli bo'lishi kerak. Ma'muriy hujjatlar qonuniy bo'lishi kerak. Ya'ni agarda qonuniy deganda nimani nazarda tutamiz? Qonuniy deyilganda yer kodeksiga asosan amal qiladi. Yer kodeksining 38-moddasi bor. 38-moddasida agarda yer bo'yicha qonun buzilishlar aniqlanadigan bo'lsa, kadastr organlari tomonidan yoki bo'lmasa mana hozirgi kunda 183-sonli qaror ham chiqqan, yer monitoringni nazoratga olish bo'yicha o'sha yerda ham tartib taomillar bor, o'ziga yarasha o'sha tartib taomillariga asosan olib borilishi kerak, bu zaxiraga olinishi kerak. Avval taqdimnoma kiritilishi kerak. Undan tashqari o'sha yerni egasi ogohlantirilishi kerak. Shu agarda shuncha muddat ichida sen qurilish qilmasang yoki boshqa soliq to'lovlarini to'lamasang yoki bo'lmasa ijara to'lovlarini to'lamasang yoki bo'lmasa maqsadsiz foydalanayotgan bo'lsang, biz yerni olib qo'yamiz. Davlat zaxirasiga olishga majbur bo'lamiz. Senga chiqarilgan tuman hokimining qarori bekor bo'ladi. Yer kodeksining 36-moddasi 6-10-bandlari asosida degan mazmunda xat berishga, ogohlantirish berish kerak bo'ladi. Lekin Marhamat tuman hokimligi tomonidan bunaqangi holatlar bu tartib qonunlariga amal qilinmagan. Natijada bu to'g'risida adliya boshqarmasining ham o'zini aniq taqdimnomalari bor. Bu to'g'risida tuman prokuraturasining ham xatlari bor. Что mana shu Marhamat tuman hokimligi tomonidan Bahodilova Zaynabxonga ajratilgan yer uchastkasini tuman zaxirasiga olishda xatoliklarga yo'l qo'yilganligi qayd etib o'tilgan. Lekin shunga qaramasdan tuman hokimligining qarori bilan zaxiraga olinganligi o'z kuchida qolib ketib turibdi. Bu yer nizoga aylangan. Bundan keyin o'sha biz aytib o'tgan hududda Ko'tarma qishlog'i Uvaysi MFYda yashovchi, ya'ni o'sha yer uchastkasi ajratilgan yer maydonining ro'parasida joylashgan fuqaro
Shahobiddinov va Diloromxon ismli shaxs ham bu yerga talabgor bo'lgan. Talabgor bu. Lekin bu o'sha yer meni otamga uy oldida joylashgan, men olishim kerak degan o'zini maqsadlari bilan qandaydir yo'llar bilan tuman hokimligini 27-70 sonli qarorini chiqartirdi. 2019-yilda o'sha yer ajratish haqida. Bu zaxiraga olinganidan keyin 2019-yili bekor qilinib, birdaniga shu Shahobiddinov va Diloromxonga yer ajratish haqida qaror chiqarilgan. Bu paytlarda qarorda mazmun mohiyatiga qaraydigan bo'lsangiz, obod qishloq dasturiga asosan deb ketyapti. Lekin obod qishloq dasturida yer ajratish to'g'risida obod qishloq dasturini bu prezident farmoni. Bu farmonda yer ajratish qayd etilmagan. Faqat Vazirlar Mahkamasining 493-sonli qarorida loyihaviy qurilishlar amalga oshiriladigan massivlarda shu tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun savdo shoxobchalarini ochishga ruxsat berish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Bo'lmasa auksion bo'la olish kerak. Lekin biz aytayotgan nizoli yer massivda joylashmagan. Bundan tashqari u yerda aytib o'tilganki, Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda qizil anaqaga kiritilgan tumanlar, qizil hududga kiritilgan tumanlarda auksion savdosi orqali savdosiz auksionsiz berish mumkin degan joyi bor. Mumkin deyilgan joyi bor. Lekin hozir bu yerda eng asosiy nizo kelib chiqayotgan narsa shu Bahodirov va Zaynabxongan tuman zaxirasiga qarori bekor qilinmasdan zaxiraga olinyapti-da, undan keyin Shahobiddinov va Diloromxonga bu yer xuddi ana shu maqsadlarda savdo shoxobchasi qurish uchun, tikuvchilik sex qurish uchun ajratib berish haqida tuman hokimining 27-70 sonli qarori chiqyapti. Lekin Marhamat tuman prokuraturasi protest kirityapti. Tuman prokurori protest kiritgan unga. Oldin. Keyin nima bo'lgan? Kiritgan, protest turib maqsad hozirgi aytib o'tib ketgan Vazirlar Mahkamasining 493-sonli qarorida sen auksionsiz joyda yer maydonini auksionsiz ajratib berish haqida qaror chiqaryapsan. Obod qishloq dasturiga deb. Sen noto'g'ri qaror chiqaryapsan deb o'sha noqonuniy chiqarilgan qarorda davlat mulkini yerda endi yer umummilliy boylik, yer muhofazasi davlat himoyasida. Davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Shularni inobatga olib biz bunga hech qachon e'tiroz bildirmaymiz. Chunki prokuraturaning haqqi bor. Protest kiritishga. Prokurorning protesti bilan bu yer o'sha Shahobiddinova chiqarilgan qaror bekor bo'lib ketyapti-da. Shahobiddinova 2023-yilgacha Shahobiddinova 2019-yildan 2023-yilgacha o'zi ham qurilish qilmayapti hech qanday. Qurilishni amalga oshirmasdan necha yil o'tkazib borgan? 6 yildan oshib. 6 yildan oshiq vaqt o'tib turib, ma'muriy sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qilib, menga noto'g'ri protest chiqargan. Ya'ni bu 493-sonli qaror o'sha qarorga ilova qilingan nizomda birinchi bob A bandiga to'g'ri kelmaydi, B bandiga. Chunki u yerda auksionsiz ajratib berish kerak deb da'vo qilyapti. Qizil hududda. Qizil hududda da'vo qilyapti. Qachon o'tganiga qizil hududga? Qizil hududga aniq emas. Aniq emas, qachon o'tganligi. Qaror 20-yilda qaror qabul qilindi. Hattoki u qizil hududga o'tgan taqdirda ham bu yerda loyihaviy qurilishlar asosida kompleks emas deb ketilyapti-da. Bu kelishilgan holatda, masalan, kottejlar qurilayotgan joylar bo'lishi kerak. Ko'p qavatli binolar qurilayotgan joylar bo'lsagina, o'sha yerlardagi yerlar ajratib berilishi mumkin. Bu yerda 7 sotinglab, 10 sotinglab davlat yerini ajratib beraveradi xohlagan maqsadlarida degan maqsad yo'nalish yo'q Vazirlar Mahkamasi qarori. Hurmatli kuzatuvchilar, shu yerda qisqaroq qilamiz, bu cho'zilib ketmasin. Bizning fikrimizni bildiramiz. Vazirlar Mahkamasining qarorida haqiqatdan ham belgilangan Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda deyapti. Lekin tuman hokimligi Vazirlar Mahkamasiga kelishgan hech qanday hujjati yo'q, hech qanday nimasi yo'q, auksionsiz beryapti. Davlat yeri talon-taroj bo'lyapti. kelishgan deganda nimani tushunsak bo'ladi? Yana ikkinchi taraf.
ikkinchi taraf mana siz bular o'zingizni tanishtirib o'ting. Men Bahodirova Zaynabxon, Marhamat tumani Uvaysinovaga Katta Toshloqi aka. ko'chasini 40-xonadonda yashayman. Shu 2019-yili Shahobiddin va Diloramxonga to'g'ridan to'g'ri 20 dona ajratib berildi. Oldin mendan zaxiraga olyapti. Zaxiraga olish ham qonuniy olmagan, meni ogohlantirmagan. Zaxiraga olishni o'zini tartibini qo'llamagan. Zaxiraga olish qarorini qaror osti hujjatlari bo'lmagan. Bundan hokimiyat kanselyariya bo'lim mudiri beryapti bu narsani. Ya'ni davlatnomasi yo'q deb. Men bu joyga o'z vaqtida soliqlarini to'lab, shudek yashab kelgan. Men bu narsadan xabarim bo'lmagan. Xo'p, 2019-yili Shahobiddin va Diloramga tuman hokimining 27 sonli qarori bilan 20 dona ajratgan. 2 oydan keyin u qaror bekor bo'lib ketgan. Qanday qilib sudda shu qarorni tikka qilib olgan? 3 yil ozodlikda yurgan, 3 yil qamoqda o'tirib chiqib, hozir mana shu yerda olyapti. Joy meniki deb talab qilyapti. Asosiy narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hozirda o'sha qonuniy chiqarilgan prokurorning protestini, kiritilgan protestini hozir ma'muriy sud birinchi instansiyasi bekor qilib, noto'g'ri chiqarilgan bu protest. U yerlarda qizil hududlarga kiritilgan joy bo'lgan. U yerlarda auksionsiz berish mumkin edi degan xulosaga to'xtamga kelib qaror chiqargan. Biz ushbu qaror yuzasidan bizni garchi boshqa qonun bilan qo'llaniladigan huquq manfaatlarimizni hozir buzmasa-da degan fikrdan kelib chiqadigan bo'lsak, buzmasa-da biz lekin yer umumiy boylik hisoblanadi. Bu davlat muhofazasida bu yer monitoringi hozir nihoyatda kuchli nazoratga olingan. Biz shuni tarafdori bo'lib, talon-tarojlikka yo'l qo'yilmasligini olish birinchisi. Undan keyin yana bitta anaqamiz bu yerda nizoli yerda Zaynabxonni, Bahodirova Zaynabxonni mulki mavjud. Mulki mavjud bo'lgan joyga qarorni davlat ro'yxatidan ham o'tkazish mumkin emas edi. Lekin qandaydir sababga ko'ra davlat ro'yxatidan o'tkazildi bu narsa. Shu mana shu yuzasidan sud prosessi keyingi 3 dekabr soat 14:00 ga qoldirildi. Sud qarorida 493-sonli qarorning bu bandini inobatga olib, sud qaror chiqaryapti. Protestni hokimning qarorini bekor qilyapti-da. Shu bu bandida Vazirlar Mahkamasi bilan kelishgan holda deganida nimani tushunish mumkin? Qanday kelishiladi? Qanday bo'lgan o'zi bu kelish? Kelishishda tartib taomillarini men uncha yaxshi bilmayman. Lekin bu yerda Bular qadasi shakllanganligini bizlar 10 yil davomida soliq to'laganini aytib o'tasiz. garchi olingan bo'lsa-da, hozir zaxiraga olib qo'yilgan bo'lsa-da, soliq to'lovlari to'lanib kelingan bo'lgan. Hozirgi kungacha. Qurilish hozirgi kungacha qurilish amalga oshirilgan qisman bo'lsa ham, kadastr shakllangan. kadastr pasporti shakllangan bo'lgan. Bunday holatlarda kadastr organlari avval qurilishni, o'sha yerdagi qurilishlarni bartaraf qilib, boshqa shaxs fuqaroga ajratilgan bo'lsa bartaraf qilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan ma'muriy javobgarlikka tortib, undan keyin fuqarolik sudiga chiqib, fuqarolik sudi o'zboshimchalik bilan qurilgan mulkni buzdirish haqida qaror chiqarganidan keyingina bu amalga oshirish kerak edi. Davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak edi bu qarorlar. Ular shoshma-shoshonlik qilgan. Shu holatlar yuzasidan mana biz Bahodirova Zaynabxon tomonidan sudga murojaat qilganmiz. Prokurorning protesti to'g'ri chiqarilgan. Bu yerda bizning mulkimiz mavjud. Sabab 420-sonli qaror bekor qilinmagan. Bahodirova Zaynabxonga chiqqan. Endi bu yerda bir nimani aytib o'tish joiz deymiz. Biz bundan 6 oy burun kelib turib, bu nimani ichiga chuqur kirganmiz. Kadastr respublika kadastrigacha borganmiz, katta tashkilotlarga chiqqanmiz. Bularni tushunib o'rganib chiqishimiz vaqtida haqiqatdan ham bularning o'zlarining kadastr davlat ro'yxatidan o'tganligi aniq bo'lib turibdi. Kadastr ham aytayapti bizga haqiqatdan shu Zaynabxonning
hozirgi kunda davlat ro'yxatidan o'tgan registrda shu narsa turibdi degan bizga ma'lumotni berdilar. Aka, sizlar yana bir o'zingiz kelgan vaqtingizda kadastr, tuman kadastr tomonidan sizga kadastringizni ko'rsatgan nimangiz bor, shuni tushuntirib o'ting. Men so'radim kadastr bo'limiga kirib, men hozirgi kunda soliq to'lab kelayotgan kadastr raqamini, kadastr belani berishni so'rayman, kadastr pasportini berishni so'rayman deganida menga ruchkasini topolmasdan bir varaqli qog'oz chiqarib bergan. Bir varaqli qog'oz ichida meni umrbod egalik qilish huquqlari, meros qilib qoldiruvchi deb yozuvlari bor ekan, lekin to'ldirilmagan kadastr raqamini opa shu kadastr raqamingiz deb bergan. To'liq yozib ko'rsatib bermagan. Hozirgi shu kunga davr borib so'rayman, menga kadastr tomonidan Guvohnomangizni ko'rgansiz-a o'sha yerda? ko'rganman. Bermagan. Nimaga bermagan ekan? Uni keyinroq deganmi? Nima degan? Bermagan, nimaga bermaganligini bilmayman. Hozirgi shu kunga davr ham bermay, mana boshqa ikkinchi shaxsga berish maqsadida meni shunchalik qiynab sarson qilib kelyapti. Necha yildan beri qiynalyapsiz? Mana 2009-2010 yillar shu yerda olgan bo'lsam, shu olgan jarayonimda bu Shohibuddin va Diloramni Sobirov Azamjon degan akasi to'sqinlik qilgan. Nesinchi shu 2010-9 yillari shu Sobirov Azamjonning o'g'lini to'yi kuni Esenbi olib borib shu naqa olgan. Qayta bu ayolga tegmayman, bu yerga meni daxlim yo'q deb. Undan keyin oradan 3-4 yil o'tgandan keyin familiyasini bilmayman, Muyassarxon deb opasi talashadi. Rahmanli yaxshi ayol edi, olamdan o'tib ketdi. Mana o'rtadan yana bir 6-5 yil o'tgandan keyin bu Shohibuddin va Diloram talashadi. Shuna shu darajada bo'lamdi. Oilaviy demoqchisiz. Oilaviy tolashib kelib, menga to'sqinlik qilishda, ish faoliyatimni yurgizishda yoki shu yerda bir yashashga menga juda katta to'sqinlik bo'lib kelyapti. Hozir hech joyda uchatda ham turganim yo'q deyapti. Chiqarib tashdimi? Nima qilishdi? Hozir hech qanaqa joyda bir ma'lumotim yo'q meni. Chunki yashaydigan meni uyim yo'q hozir. Endi bir narsa bu yerda asosiy biz shuni mana ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari e'tibor bersalar, bir narsani aytib o'tsin. Bu yerda joiz hokimliklarning xatosi bilan chiqarilgan qarorlar ustiga chiqargan, to'g'ri tushunmagani uchun, to'g'ri shuni hal qilmasdan hujjatlar to'g'ri, qonun osti hujjatlarni to'g'ri qilmagani uchun qancha odam sarson bo'lib turibdi. Mana ikkita qaror chiqib ketib, ikkita odam sudlarda sud yuribdi. Biz oldin ham kelganmiz. Prokuror protez ham kirityapti. Shuning uchun hokimliklar bu yerda aybdor deb o'ylayman. Bu narsaga chek qo'yish kerak. Yaxshi xodimlar hokimliklarda yaxshi xodimlari qo'yib, shu qonun asli hujjatlarni to'g'ri qilganda, mana advokatimiz aytgandek, shu narsalarni oldin borib turib shu yerda ularning uyi bormi, ularning imorati bormi, shu narsa ko'rib turib, o'lchab turib, shuni aniqlab turib ko'rganida shunday holat kelib chiqmas edi. Mana biz sudda hozir sud jarayoni juda biz mamnunmiz sudyalardan. Mana sudyalar bizni yaxshi qabul qilib sudda qatnashyapmiz. Buni keyin yana bu mavzuga qaytamiz. Xudo xolasa sudimiz keyinga qoldirildi. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Kadastr kelmayapti. Qilgan xatosini bo'yniga qo'yishimizni bilib turib, kadastr sudlari shuning uchun yana keyinga qoldiryapti. Kadastr nima bu? Ko'rmaydimi? Baribir ertaga bu narsa ochiladi-ku. Kadastr nimaga sudga kelmayapti? Nima deb fikr berasiz? Nima bo'lishi mumkin? Bu narsa deyishkiyin endi dokumentlar bilan hujjatlarda kamchilik biron bir aybni ochilib qolishidan qo'rqib kelmayotgan bo'lsa kerak. Bizni kuzatib boring. Bu mavzuga yana qaytamiz. Salomat bo'linglar. Siz nima deysiz? Rahmat deysiz, nima deysiz? adolatli hal bo'lsa bo'ldi menga.